Bu dunyodagi eng xavfli qamoqxona deb hisoblanadi. Uni mega qamoqxona deyishadi va u Salvadorda joylashgan. U yerda 40 mingta odamni saqlashadi. Nihoyatda qattiq sharoitlarda va hattoki Amerika Qo'shma Shtatlari ham u yerga odamlarni jo'natishni boshladi. Lekin bu qamoqxona umuman boshqa ishlar uchun qurilgan edi. Yaqindagina Salvador dunyodagi eng xavfli davlatlardan biri deb hisoblanardi va dunyodagi eng ko'p qotilliklar aynan shu yerda bo'lardi. Hozir esa bu umuman boshqa joy. Odamlar bu yerga dam olish uchun kelishadi. Bitcoin bilan siz to'lovlar oshirishingiz mumkin. Miss Koinot aynan shu yerda nomlanadi. Hozir esa Salvador G'arbiy yer sharida eng xavfsiz davlatlardan biri deb hisoblanadi. Qotilliklar Kanadaga qaraganda ham kamroq. Va bu barcha ishlarning sababchisi aynan shu odam, Nayib Bukele, eng mashhur va yosh prezident. Ijtimoiy tarmoqlarning qiroli. Internetda u o'zini eng zo'r diktator deb nomlaydi. Uni reytingi Rim papasinikidan ham baland. Uni o'rtoqlari Elon Musk va Donald Trump uni yoniga qo'shni davlatlardan dars olish uchun kelishadi. Bukeleni kelajak prezidenti deb ko'rsatishadi va tanqaslashadi. Salvadorni boshqa davlatlarga misol qilib ko'rsatishdi. Lekin tanganing ikki tarafi bor. Bukele qilgan yangiliklar nimalarga olib keldi? Qanday qilib u dunyodagi eng xavfli davlatni eng xavfsiz davlatga aylantirdi va bu narsa boshqa davlatlarga nimalarni o'rgatishi mumkin? Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togen Kia kanalida. Videoga avans bilan like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. 2012-yil kichkina Nueva Cuscatal shaharchasida Salvadorda merlik saylovi bo'layotgan edi. Nuevani shaharcha ham deb bo'lmaydi. Aniqroq qilib aytsa, shaharni bir chekkasi. Lekin aynan shu yerda davlat uchun eng katta o'zgarishlar boshlanadi. Salvadorda bir yosh biznesmen bor. Uni yoshi 31 da va u umuman boshqa siyosatchilarga o'xshamaydi. Uni ismi Nayib. Uni oilasi palestinalik, uni dini musulmon, uni otasi Salvadorda bir ikkita masjidlarni qurgan. Tushunib turishingiz mumkin. Salvador uchun bunaqa odam umuman to'g'ri kelmaydi va Nayib boshqalarga o'xshamashlikka o'rganib qolgan. Bu uni maktabdagi rasmi va 99-yil albomda yozilgan edi. Sinf terroristi. Garchi bu keli boy oilada o'sgan bo'lsa ham, uni otasi Salvadorda birinchi McDonald'sni qurgan odam. Nayib xususiy maktabda o'qigan, o'qishni tashagan, klubda ishlagan, magazinda ishlagan, Yamaha kompaniyasida ishlagan, keyin esa siyosatga o'tib ketgan. Birinchi saylovni o'zida u raqibidan 200 ovozdan o'tib ketgan edi va davlat tarixi bo'yicha eng yosh merga aylanadi. Undan keyin juda ham ko'p rekordlar bo'lgan edi. Lekin undan oldin uni yangi qonunlari shahar bo'yicha xuddi shamoldek tez o'tganda. Yangi mer kecha-yu kunduz ishlaydigan shifoxonalarni, kitobxonalarni ochdi. Muhtoj odamlarga, pensionerlarga ovqat tarqatdi va hattoki o'z oyligini maktab bolalari uchun stipendiyaga to'lab berdi. Ular ingliz tilini va programmirovaniyani o'rganish uchun va hamda u ijtimoiy tarmoqlarni olib borardi va barcha qilgan ishlarini ko'rsatib yurardi. Hozir aytayotgan gaplarim sizga norma eshitilishi mumkin. Chunki 2025-yil ham Donald Trump aynan shu yo'llar bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentiga aylandi. O'zini ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi ko'rsatib. Lekin Nayib Bukele bu ishlarni 2012-yil boshlaganda va shu usullar bilan yosh siyosatchi o'ziga yetarlicha odamlarni tortdi. Va birinchi mer muhlati tugagandan so'ng uni partiya poytaxt meri qilib San Salvador, Lotin Amerikasini mer poytaxtiga aylantirishdi. Bu davlatni ikkinchi o'rinda turadigan odam prezidentdan keyin. Bukelega odamlar shunchalar ishonardiki, u siyosatga kelganiga atagi 3 yil bo'lgan bo'lsa ham, u yana g'alabani qo'lga kiritadi va yana katta proyektlar qilishni boshlaydi. Lekin bu safar katta shaharning ichida. Xullas, San Salvador Nayib davrida yaxshilanib kelayotgan edi. Hamda u ijtimoiy tarmoqlarni ishlatishni to'xtatmagan edi. Facebookda jonli efirlar, Twitterda postlar, u press konferensiya qilib o'tirmas edi. U ijtimoiy tarmoqlarda jonli efirda hamma savollarga javob berardi. Bu hammasi uni yangi brendining reklamasi edi. Ko'zoynaklar, beyzbolka, kojinka, xonada oyoqqa stol chiqarib o'tirish, mitinglar, konsertlarga o'xshardi. Nastolni o'yinlar, memlar, Fortnite'lar, partiyaning logotipini u o'zgartiradi va katta Coq N harfini qo'yadi va yangi proyektlar ko'rsatishni boshladi. Xullas, bu kelim haqiqiy yulduzga aylanib bo'lgan edi. O'sha payt davlatning 20% Twitterda Bukelega obuna bo'lgan edi va bu uni keyingi qadamini ko'rsatdi. Ozginadan so'ng Bukele o'zini jonli efirida prezident sayloviga o'z kandidatligini qo'ymoqchi bo'lganini aytadi. 3-saylov uni umri davrida. Bukele korrupsiyaga qarshi chiqmoqchi edi. Uni yulduz qilgan gaplardan biri pul yetadi agar o'g'irlamasak. Albatta, u o'z kompaniyasini ijtimoiy tarmoqlarda olib bo'lganda davlatni har xil shaharlarga borib o'tirmas edi. Lekin o'shanda ham u umridagi 3-saylovda g'alaba qozonadi. Ozginadan so'ng prezident Bukele OON ofisida selfie qilayotgan edi va aytadi: "Bu rasmni OON konferensiyasidan ko'proq odamlar ko'radi."
U xuddi kelajakdagi prezidentga o'xshardi. Ozgina vaqtlardan so'ng hamma prezidentlar shunaqaga aylanishiga odamlar ishonardi va hamma odamlar yangi prezidentdan yangiliklarni kutishayotdi. Chunki Salvadorning tarixini shirin deb aytib bo'lmaydi. Shuning uchun keling, keyin nima bo'lganini bilish uchun Salvadorda oldin nima bo'lganini bilib olamiz. 20-asrning o'rtasida Salvadorni harbiy kuchlar boshqarardi va ular ancha qattiq qoladi. Lekin 80-yillarda odamlarga bu narsa joniga tegdi va odamlar sotsializmni xohlashdi. Latin Amerika uchun bu oddiy narsa emas. Kubada ham xuddi shunaqa tarix bo'lgan edi va shu paytda odamlar harbiy rejimni to'xtatishga qaror qilishdi va davlatda fuqarolar urushi boshlandi. Sotsializmga boshqa davlatlar yordam berayotgan edi. Harbiylarga esa bor kuchi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari yordam berayotgan edi. Chunki ular qo'shni davlatlarning yonida yana bitta kommunist davlat xohlashmasdi. Salvadorda fuqarolar urushi 12 yil davom etadi va 75 mingtadan ko'proq odamlar vafot etadi. Undan ham ko'proq odamlar ishsiz yoqiladi va 1 milliontadan ko'proq aholi boshqa davlatlarga qochib ketadi. Bu davlatning 25% aholisi. Va bu urushdan so'ng davlatning ikkita partiyasi qo'l tashlashib bitta partiya otishadi. Lekin bu ikkita partiya ham davlatni kim to'liq boshqarishini sporlashib kelishmoqda edi. Va bu tufayli davlatda korrupsiya, ochlik, jinoyat oshib ketgandi. Salvador shunchalik kambag'al ediki, davlatni YMSni 16% davlatdan qochib ketgan va o'z oilasiga Salvadorga jo'natayotgan odamlarning puli edi. Aynan shunaqa davlatni Nayib Bukele boshqarishiga to'g'ri kelardi. U barchasini to'g'irlashga so'z berdi va albatta bu ikkita partiyaga yoqmagan edi. Chunki u ularni barchasini tortib olayotgan edi va ular faqat parlamentni boshqarib kelishayotgan edi. Shuning uchun ular yangiliklar uchun pul ajratishmadi va rozi bo'lishmadi va o'shanda Nayib Bukele haqiqiy muammoga duch keldi. Lekin u o'zini qo'lga olib va nafaqat Twitterda postlar yozishni, balki boshqa ishlarni ham qilishini ko'rsatdi. Nayib Bukele parlamentga harbiylar bilan kirib keldi va uni yangi qonunlar bo'yicha unga qo'shilgan odamlar ko'proq lavozimga ega bo'lishdi. Juda ham zo'r ko'rinishi mumkin, lekin bu davlatni qo'lga olishga o'xshab turgan edi va millionlab odamlar Nayibni yomonlashni boshlashdi. Bukelegi esa yomon, yaxshi PR ham PR edi. U o'zini yaxshi qilib ko'rsatmoqchi emas edi. U o'zini ko'rsatmoqchi edi. U o'zini ijtimoiy tarmoqlardan ingliz tilida olib borishni boshladi. Twitter shapkasiga esa eng zo'r diktator deb yozib qo'ydi. 20 yil oldin u o'z sinfdoshlarining ustidan kulayotgan edi. Hozir esa u butun dunyoni ustidan kulishga tushdi. Boshqa odam uchun bu oxirgi so'zlar bo'lardi, lekin Nayib uchun emas. U hammasini planlashtirib bo'ladi va bu barchasi minglab investorlarni o'ziga qaratish uchun qilingan edi. Bukele o'z davlatini birinchi kripto davlatga aylantirgan edi. U yerda birinchi kripto bankomatlar paydo bo'ldi. U bilan siz Bitcoin sotib olishingiz mumkin edi. Davlat o'z pullarining qismini kriptoga o'tkazdi. Bitcoin Beach va Bitcoin City'lar qurilishga tushdi. Salvador hattoki Bitcoin miningni ham boshladi. Vulqon kuchini energiyaga aylantirib. Bir tomondan hammasi ekonomikaga taqalardi. Salvador juda ham kambag'al davlat. Ularning hattoki o'zini valyutasi ham yo'q. Ular Amerika dollarini ishlatadi. Lekin bu hammasi iqtisodiyot uchun emas edi. O'sha payt Bitcoin haqida hamma gapirayotgan edi va Nayib qilgan ish investorlarga juda ham qiziq edi. Kripto kompaniyalar u yerda ofislar ochishni boshladi. Bitcoinga investitsiya qilgan odamlarni yashash huquqini berishayotgan edi va bu barchasining tepasida Nayib Bukele turganda. U kam vaqt ichida hech kimga tanilmas kichkina shaharchani meridan eng mashhur prezidentlarning biriga aylandi va albatta uni ishlari hammaga ham yoqmasdi. 2022-yil martda Bitcoin davlati degan gaplar bir kunda quladi. O'sha kunning o'zida 87 ta odamlar o'ldirilgandi va ularni barchasini bandadagi odamlar qilgandi. Va bandalar bu Salvadordagi eng katta muammolardan biri. Agar esingizda bo'lsa, Salvadorning 25% aholisi o'z davlatidan qochgan edi va ular Los Angeles, Kaliforniyalarga ketgan edi va u yerda nima ish qilishni bilmasdan boshqa bandalarga qo'shilishadi. Bir xillar esa o'z bandasini ochadi va Amerika Qo'shma Shtatlari ularni qaytadan Salvadorga jo'natishadi. Ular o'z hayotini banda bilan davom etishga qaror qilishadi va ataga 2 yildan so'ng ikkita banda butun davlatni boshqarib kelayotganda ular krisha bo'lib berardi. Odamlarni o'g'irlashardi pul uchun. Hattoki sizni shunchalik otib tashlashlari mumkin edi agar ularga noto'g'ri qarasangiz va hech kim aybdorni qidirib ham o'tirmasada. Va bu ikkita eski partiyaga hech qanaqa muammo olib kelmasada. Ular o'z pullarini o'g'irlashardi. Banda esa o'z ishini qilardi. Lekin Nayib Bukelege bu umuman yoqmasdi. O'sha kuni 2022-yil martda otib tashlangan odamlarning ichida surfing ustozi bor edi. Uni o'lgan tanasini Bitcoin Beachga ketadigan yo'lda qo'yib qo'yishgan edi. Qo'l oyog'ini bog'lab.
ko'cha bandalar aytishardi, yangi shahar sistemasi ularga to'g'ri kelmaydi. Bukele qiyin vaziyatga tushib qolgan edi. U eng kuchli va eng xavfli raqobatchilarini yo'qotish kerak edi. Lekin ko'cha bandalari hali kim bilan urush boshlashganini bilishmasdi. Salvador prezidenti yangi reja boshladi. Kuchlik qo'l nomli. Davlatda favqulodda vaziyat boshlandi. Odamlar ko'chada yig'ilishi mumkin emas edi. Politsiya va harbiylar barcha bandadagi uylarga reyd qilishni boshladi va ularni ko'ziga yomon ko'ringan barcha odamlarni olib ketishardi, hattoki bolalarni ham, chunki ular ham bandaning ichida bo'lishi mumkin. Ularni uyda, ko'chada, ishda, hamma joylardan qo'lga olishdi. Umumiy miqdorda 80 mingtadan ko'proq odamlar qo'lga olinganida. Bu Salvadorning 1% aholisi. Va bunaqa jinoyatchilarni oddiy qamoqxonada ushlab bo'lmasdi. Shuning uchun keyingi qadam bu ularga qamoqxona qurish. Oddiy qamoqxona emas, mega qamoqxona. Terroristlarni qo'lga ushlab turish uchun. Bu yerda bitta xonada yuzlab odamlar o'tirishi mumkin. Ular temir ustida uxlashadi. Ular qamoqxona bo'yicha faqat gruppa bo'lib yurishadi va faqat tizzalab yurishlari mumkin. Bitta xato va ularni karserga, qorong'ulikka tiqib qo'yishadi. Bu qamoqxonada hech nima yo'q. Xatlar, uchrashuvlar, chetdan ovqatlar, qochish imkoniyati yo'q va hamda bu odamlar chiqish haqida ham o'ylashmaydi. Bu qamoqxona dunyodagi eng xavfli va eng qo'rqinchli qamoqxonalardan biri deb hisoblanadi va bu qiltiriq odamlar hech nima qila olmaydi deb o'ylaysizmi? Bandaga birinchi qo'shilish uchun sizdan kattalar urishlari kerak, bor kuchlari bilan. MS-13 bandasiga 13 sekund, Barya 18 ga 18 sekund. Keyin esa siz bandaga qo'shilasiz va tatu urishingiz mumkin. Bu qamoqxonada o'tirgan odamlar barchasi MS-13 va Barya 18 bandasidagi. Ko'chada bu odamlar bir-birini ko'riboq o'ldirib tashlaydi. Hozir esa ular bitta xonada o'tirishibdi va hech nima qila olmaydi. Salvador qamoqxonasida qanday qilib odamlar bandaga qo'shilishini eshitishingiz mumkin. Bu to'g'rimi? Bandaga kirish uchun kimdirni o'ldirish kerak. Ha, to'g'ri. Yerni kontrol qilish uchun odam o'ldirish kerak. Siz kimni o'ldirgansiz? Men islomiyman. Juda ham ko'p odam o'ldirganman. Birinchi bo'lib kimni o'ldirgansiz? Birinchi bo'lib o'z qarindoshingizni o'ldirishingiz kerak, to'g'rimi? Ha, chunki sen banda uchun odamlarni o'ldirishing kerak va qarindoshingni o'ldirib sen buni qila olishingni ko'rsatasan. Va bundan so'ng Bukelening reytingi undan ham oshib ketdi. TikTokerlar u haqida postlar qiladi va postlar millionlab ovozlar yig'adi va keyingi saylovda unga 84% odamlar ovoz beradi. Uni partiyasidagi odamlar parlamentdagi deyarli barcha ovozlarni qo'lga kiritadi. Bukele Lotin Amerikada eng mashhur yulduzga aylanadi. Uni reytingi Rim papasinikida ham balandroq edi. Uni ikkinchi saylovida o'nlab butun dunyodagi eng mashhur odamlar keladi. Bu xuddi katta shoudagida. Bukele o'zi uchun kostyumlar, soldatlar uchun kostyumlar qilgan edi. Mehmonlarni restoranga olib borishadi, Google ofisiga va kechqurun aylantirishga chiqarishadi, ko'rsatish uchun qanchalik davlat o'zgarganini. Va Nayib Bukele bu yangiliklardan keyin o'z qo'shnilariga xuddi misoldek bo'lib qoladi. Ekvador prezidenti bandalarga urush e'lon qiladi. Argentina ministri Salvadorga stajirovkaga keladi. Gondurasda ikkita mega qamoqxona qurilishga tushadi. Kosta-Rika, Gvatemala va barcha davlatlar uchun Nayib Bukele kuchli misol bo'lib qoladi. U qanday qilib konkurentlarni yo'qotish, urushni tugatish va davlatga pul olib kelish uchun ko'rsatganida. Bukele Elon Musk bilan do'st bo'ldi. Donald Trump migrantlarni mega qamoqxonaga jo'natishga tushdi. Kambag'al davlat aholisi 6 million bo'lib turib, dunyodagi eng muhim davlatlarning biriga aylandi. Trump Lotin Amerikani eng yaqin do'sti va boshqa davlatlarga misol bo'lish kerak dedi. Va bu hammasi jinoyatchilarni eng qattiq qo'l bilan qo'lga olgani uchun edi. Lekin baribir ham tanganing ikkinchi tarafi bor edi. Salvadorda odam o'ldirishlari ancha kamaydi. Odamlar endi bemalol parklarda aylanishi mumkin va hattoki kechqurun ham ko'chalarda yurishlari mumkin. Chunki hamma joyga svetlarni o'rnatishdi. Odamlar davlatni tark etishmayapti. Yangi bizneslar qurilyapti. Lekin davlatda 28 marotaba favqulodda vaziyat cho'zildi va hozir ham u yerda favqulodda vaziyat. O'nlab odamlar mega qamoqxonada vafot etishdi. Ularni qiynashganlar uchun. Minglab qo'lga olingan odamlarning ichida umuman aybdorsizlar ham bor. Hozir Salvador qamoqxonasida butun dunyoga qaraganda eng ko'proq odamlar o'tiribdi, protsent bo'yicha hisoblaganda. Jinoyatlar esa Bukele prezident bo'lishdan oldin pasayib borayotgan edi va hozir ham sonlar yolg'on bo'lishi mumkin. Masalan, o'ldirish statistikasida ko'milgan odamlarni hisoblashni to'xtatishdi va shu usul bilan odam o'ldirishlar ko'paydi. Gaplar bo'yicha Bukele prezident bo'lishdan oldin bandalar bilan shartnoma tuzib olgan edi. Ozgina payt ichida sizlar kamroq odamlarni o'ldirib turasizlar deb. Salvadordagi bandalar siz o'rganib qolgan kinolardagi kuchli bandalar emas. Bu oddiy ko'chada reket bilan pul topadigan bolalar. Ularni masalan mafioznilarga qaraganda to'xtatish osonroq. Masalan Meksika yoki Ekvadorga qaraganda. Eng muhimi, jinoyatchilarni yo'qotdi desa ham Salvadorning ekonomikasi hozir ham juda ham qiyin vaziyatda. Bitcoin City rejalari o'xshamadi.
hech kim Bitcoinni yangi valyuta qilib ishlatmayotganida investorlar ketdi, pul ham kamayishni boshladi. Salvador xalqaro valyuta fondidan yordam so'rashga tushdi. Ular esa Bitcoinni yo'qotishni so'radi va Nayib quloq soldi. O'zi Bukele katta planlari ko'pincha ko'proq muammolar olib keladi, foydadan ko'ra. U birinchi mer bo'lgan shaharcha ham hozir juda ham katta qarzlarda yuribdi. Hozir Bukele barcha narsani o'zi boshqarib kelmoqda. Davlat, parlament hammasi o'z qo'lida. Salvador konstitutsiyasi bo'yicha bitta odam 2 marta prezident bo'lishi mumkin emas, lekin u qonunni shunaqa o'zgartirdiki va ikkinchi marotaba ham prezident bo'la oldi. Va bu tarix nafaqat Salvador haqida. Nayib Bukele rostdan ham 21-asrning siyosatchisi. Uni ijtimoiy tarmoqlari, Bitcoin City, davlat boshqarishlari bu yangicha narsa. Uni yomonlashlari haqida u o'ylab ham o'tirmaydi va albatta bunaqa odamlar tez yulduzlarga aylanadi. Katta davlatlarda kichkina muammolarni odamlar yillab hal qila olmaydi. Bu esa davlatni biznesga o'xshab boshqaradi va keyinchalik endi bunaqa siyosatchilar ko'payadi deb o'ylayman. Lekin bir muammo bor. Siz ishlab turgan kompaniyada sizga direktor yoqmasa, siz ishdan bo'shishingiz mumkin. Lekin bunaqa vaziyatda davlatdan qanday bo'shasa bo'ladi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan esa Aziz Habibullayev Togun Here kanalida edi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hammaga katta rahmat.